Ko'pchilik kattalar va shu bilan birga bolalarni ham bezovta qiladigan gaymarit kasalligi to'g'risida gaplashamiz. Tushuntirish qulay bo'lishi uchun burun bo'shlig'ini uzun bir koridor, ya'ni koridor deb tasavvur qilamiz. Koridorga ochiladigan xonalar bo'ladi. Ana shu xonalar yuzda, ya'ni yuqori jag' suyagida, peshonada, ko'zlar o'rtasida va bosh suyagining o'rtasida ana shu koridorga, ya'ni burun bo'shlig'iga ochiladigan xonalar, ya'ni burunning yondosh bo'shliqlari bor. Ana shulardan yuqori jag' suyagi, ya'ni yuz sohasida joylashgan burunga ochiladigan bo'shliq gaymar bo'shlig'i deb ataladi va bu bo'shliqning yallig'lanishi tibbiyotda gaymarit kasalligi deb ataladi. Gaymarit kasalligi bo'lishi mumkin virus infeksiya natijasida kelib chiqqan, bakteriya natijasida kelib chiqqan va zamburug'lar natijasida kelib chiqqan gaymaritlar bo'lishi mumkin. Yana gaymarit kasalligini ikkita katta qo'pol qilib tushuntiradigan bo'lsak, ikkita katta qismga bo'lishimiz mumkin. Bular o'tkir gaymarit va surunkali gaymarit. O'tkir gaymarit tumov, burun bitishi, shamollash yoki allergiya kabi kasalliklarda virus, bakteriya, zamburug'larning gaymar bo'shlig'iga tushishi va bu yerda patologik jarayon rivojlanishi natijasida rivojlanadi. Surunkali gaymarit tashxisini qo'yishimiz uchun gaymarit kasalligi 12 haftadan, ya'ni 3 oydan ko'p muddatda davom etishi kerak. Shunda surunkali gaymarit tashxisi qo'yiladi. Aynan gaymaritning tuzalmasligi, ya'ni surunkali shaklga o'tishiga burunning anatomik tuzilishi, anatomik holati katta ahamiyatga ega. Ya'ni bunda burun to'sig'ining qiyshayıshi va gaymar bo'shlig'ining tabiiy yo'lini, ya'ni burunga ochiladigan yo'lni yopib qo'yishi, burun chig'anoqlarining gipertrofiyasi, allergiya va boshqa kabi shu kabi kasalliklar, tabiiy yo'lning torligi kabi holatlarda gaymarit kasalligini tuzalishi qiyin bo'ladi va surunkali shaklga o'tadi. Gaymarit kasalligini xuddi shu tarzda teshib davolasa yana qaytalaydigan, doim gaymarit bo'ladi degan xalq orasida noto'g'ri tushunchalar mavjud. Lekin bu noto'g'ri tushuncha hisoblanadi. Sababi tibbiyotda bitta qoida bor. Qayerda yering bo'lsa, uni albatta chiqarib tashlash kerak. Ba'zi bemorlarda burun to'sig'ining qiyshayıshi aynan gaymarit bo'shlig'ini burunga ochiladigan yo'lini berkitib qo'yadi. Shuning uchun uni qancha davolama, prays usulida, ya'ni kukushka usulida burunni yuvish, antibiotik terapiya, dori-darmonlar qilgan bilan bu yering tashqariga chiqib ketmaydi. Bu yerda naborot ko'payaveradi, yallig'lanish kuchayaveradi va bu ko'zga, boshga asorat beradi. Shuning uchun dori-darmonlar foyda bermaganda, burunni yuvish, o'sha kukushka usulida yuvish foyda bermaganda, rentgen qilib ko'rilganda gaymar bo'shlig'ida yeringning ko'pligi, boshda og'riq berganda, ko'zga bosim kuchi oshib ko'zga og'riq berganda albatta mana shu tarzda funksiya qilib yering chiqariladi. Aks holda u rentgen ko'z kosasi va rentgen bosh miya asorati berishi mumkin. To'g'ri davolanmagan o'tkir gaymarit va mutaxassisga bilan davolanmagan, o'zboshimchalik bilan davolangan o'tkir gaymarit kasalligi teshsa ham, teshmasa ham albatta qaytalaydigan bo'lib qoladi. Shuning uchun mutaxassis bilan maslahatlashgan holatda dori-darmon va to'g'ri parvarish oxirigacha amalga oshirish kerak. Shu o'rinda yana bir ma'lumotni aytib o'tamiz. Aynan gaymarit kasalligida tabiblar orasida ishlatilinadigan bo'rnaki o'simligi to'g'risida gapirib o'tamiz. Bo'rnaki o'simligini tabiblar burunga puflash yoki burunga hidlatish orqali gaymarit kasalligini davolaydilar. Bu qanday amalga oshadi? Buning mexanizmi qanaqa? Shu to'g'risida gaplashamiz. Bo'rnaki o'simligi burunga hidlaganda burunda juda kuchli allergiya hosil qiladi. Bilasizlar, allergiya
bo'lgandan keyin burundan shilimshiq suyuqlik ko'p ajrala boshlaydi. Shu bilan birga o'sha geymer bo'shlig'i shilliq qavatdan ham shilliq juda ko'p ajrala boshlaydi va shilliqning chiqib ketishi hisobiga yiring ham shu bilan birga chiqib ketadi. Buning mexanizmi shunaqa bo'ladi aslida, lekin bizni qabulimizda juda ko'p kasallik kelyapti. Aynan burnaki o'simligini hidlashi yengillatish emas, ahvolni navorot og'irlashishiga sabab bo'lmoqda, chunki u juda ham kuchli allergiya hisoblanadi. Ba'zilarda allergiya berib burunni ichini shishib ketishiga, tabiiy yo'llarni berkilib qolishi va yiringning chiqib ketish o'rniga bu yoqdan ishlab chiqariladigan slezis bilan birga qo'shilib ko'proq massa va og'riqning yanada kuchayishiga sabab bo'lmoqda. Va bu allergiya faqat burunda emas, bu kasallarda pastki nafas yo'llariga, tomoqqa, hiqildoqqa, ovoz bo'ylamlariga ta'sir qilishi va nafas olishning qiyinlashish, bo'g'ilishgacha olib kelmoqda. Shuning uchun albatta har bir kasallikni mutaxassis bilan maslahatlashgan holatda samarasi isbotlangan dorilar bilan va samarasi isbotlangan usullar bilan davolash afzalroq.